Alloh yakka zot ekanmi? Bitta ekanmi, tengi yo'q ekanmi? Sen ham o'zingni ishingda, sohangda bitta bo'l. Mana shu oladigan yo'lishimiz. Ilmingizda, hunaringizda, kasb-koringizda bitta bo'ling. Agar siz bitta bo'lsangiz, hammadan peshqadam bo'ladigan bo'lsangiz, siz Alloh taoloning mana shu ismidan o'zingizga ulush olasiz. Alloh yakka zot ekanmi? Bitta ekanmi, tengi yo'q ekanmi? Sen ham o'zingni ishingda, sohangda bitta bo'l. Mana shu oladigan yo'lishimiz. Ilmingizda, hunaringizda, kasb-koringizda bitta bo'ling. Agar siz bitta bo'lsangiz, hammadan peshqadam bo'ladigan bo'lsangiz, siz Alloh taoloning mana shu ismidan o'zingizga ulush olasiz. Alloh yakka zot ekanmi? Bitta ekanmi, tengi yo'q ekanmi? Sen ham o'zingni ishingda, sohangda